O'tgan darsda biz Lightroom programmasida rasmni tsveta korreksiya qilgan edik. Endi shu rasmni Photoshopga tashlab retush qilamiz. Ya'ni qayta ishlashni o'rganamiz. Rasmni Photoshop programmasiga tashlaymiz. Birinchi bo'lib yuziga katta dog'larni zaplatka instrumenti orqali olib tashlaymiz. Ko'zga tashlangan eng katta dog'larni bitta-bitta erinmasdan olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Rasmga qancha uzoq vaqt ishlov bersak, shuncha sifati chiroylilashib boraveradi. Rasmimizning eski holatini istoriya bo'yicha orqaga qaytib ko'rishimiz mumkin. Va Ctrl Z da bosganimizda hozirgi holatga olib borib o'tadi. Rasmimizning sifatini yana ham yaxshilash uchun qo'shimcha plugindan foydalanamiz. Bir nechta sloylar bor. Kulrang sloyga o'tib, biz shtamp instrumentini olamiz. Birinchi altda bosamiz. Mushkani o'ng tarafini bosganimizda toza joydan informatsiyani oladi va o'zgartirishimiz kerak bo'lgan nuqtaga olib borib chizamiz. Sloy birra ko'zini yopib turamiz va mix kistda odam anatomiyasiga bog'liq holat bo'yicha retush qilamiz. Aks holda kartinamiz buzilib qolishi mumkin. Biroz fotograf make-updan xabar bo'lish kerak bu narsani qilish uchun. Masalan, biz burunni uchidan sekin yuqoriga, peshanaga qarab harakatlanamiz. Ya'ni biz ma'lumotlarni surkab modelni yuzini silliqlashtiramiz. Bu juda nozik masala. Ozgincha xato bizga bu kartinamizni noto'g'ri tomonga qarab obrobotka qilish natijasigacha olib borib qo'yishi mumkin. Bo'yin qismini ham yorqin joylarini o'rtacha tondagi joylarini to'q joylarga biroz surkab silliqlashtiramiz. Xo'p, hozircha yuzdagi va bo'yindagi tekstura va fakturalarni silliqlashtirdik. Endi bu barcha sloyni bitta qilish uchun biz mushkani o'ng tarafini bosib, любой sloyga выполнить сведенияni bosamiz. Hamma sloy bitta bo'ldi. Hozirgi qiladigan ishimiz modelni yuzini biroz plastika qilish. Buning uchun biz filtrga kiramiz. Plastika. Rasmni yetarli darajada yaqinlashtirib olamiz. Eng asosiy nuqtalar bu dahanni biroz ingichka qilish, har ikki tomonni endi ko'z ustidagi qovoqlarni biroz yorishtiramiz. Bu ham retushimizning ajralmas qismi, sababi makiyaj qilinganda mana shu nuqtalar albatta yoritilinadi. Ten nад glazами. Buni ham strukturasi bo'yicha to'g'ri qilishimiz kerak. Endi alt bilan fonni ko'ziga bosganimizda eski holati, yangi holati, eski holati, yangi holati. Albatta bu ortiqchasi bilan qilib olganmiz. Endi biz har ikkita sloyni neprozrachnisini kamaytiramiz. Qorasini taxminan 35% qo'yib tursak, oqini taxminan 40% qoldiramiz. Mana biz retush darsini ham tamomlab oldik. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov edi. Natijalarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Bizning sahifaga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.